Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Norvegiyaning Brune klubi darvozaboni Jan de Boer eng yaxshi o'yinchi sifatida 4 quti tuxum mukofotiga ega bo'ldi. Norvegiya milliy chempionatining birinchi turida Brune Bode Glimtni 0-1 hisobida mag'lub etdi. Jan de Boer yangi klubidagi debyut o'yinida 3 ta seyf qayd etdi va 55-daqiqada penaltini qaytardi. Jan de Boer ushbu uchrashuvda eng yaxshi o'yinchi deb topilib, uyiga eng yaxshi o'yinchi mukofoti 4 quti tuxum bilan qaytdi. CSKA faxriysi Fayzullayevni tanqid qildi va uni rus yoshlari bilan almashtirish kerakligini taklif etdi. CSKA jamoasi va SSSR terma jamoasining sobiq himoyachisi Vladimir Ponomaryov Futbol 24 nashriga bergan intervyusida armiyachilar yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevni jismoniy holati va o'yinini keskin tanqid qildi. Ponomaryovning fikricha, o'zbekistonlik futbolchi so'nggi paytlarda o'yin sifatini yo'qotgan, jismoniy holati pasaygan va ortiqcha yuklama sabab charchagan bo'lishi mumkin. Unga ko'ra Fayzullayevda dribling bor, ammo u ko'proq harakat qilishi, jismoniy jihatdan kuchayishi lozim. Fayzullayevning statistikasi ham zaif. Ehtimol u charchagan, milliy jamoa safida ko'p o'ynayapti. U maydonni ko'ra oladi, pas bera oladi, lekin ortiqcha ekspluatatsiya qilish kerak emas. Jismoniy holatini oshirishi kerak, dedi Ponomaryov. Shuningdek, u futbolchini sotish imkoniyatini ham ma'qulladi. Agar uni sotsak, bu katta yo'qotish emas. Bizda o'z yoshlarimiz, Kislyak, Glebov kabi futbolchilar bor, deya qo'shimcha qildi. Ma'lumot o'rnida Vladimir Ponomaryov CSKA safida 120 ta o'yinda maydonga tushgan va bitta gol urgan. SSSR terma jamoasi safida esa 25 ta o'yin o'tkazgan. U 29 yoshida jarohat sabab futboldan ketgan. Abbosbek Fayzullayev esa CSKAga 2023-yilning avgustida kelib qo'shilgan. 42 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol va 10 ta golli uzatmani amalga oshirgan.